To'g'ri qildingiz. Sizni javoblaringizni hammasini eshitdik, qabul qildik. Yana bor yo'g'i bir 3 dona, 4 dona savol qoldi. Nimaga siz Sherzod bilan Sirojiddinning gapiga ishonib, siz uni har doim oldingizda olib yuribsiz? Aka, savollaringizni o'zi tuzdingizmi? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Sizga tuzib berishmadimi, mabodo? Menga Nimaga shunaqangi kuchli kimdir advokatlar tuzib berdi deb o'ylaysizmi? Men o'zim Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda 12 yildan beri ishlab kelaman. hop, eshittiring. Siz savolingizni boshqatdan beringda hozir. Yana bir marta beraman. Tayyormisiz? Ha. Nega endi Sherzod bilan Sirojchi gaplariga ishonib, o'zingiz aytasiz, mana politsiyani mana bular aytdi, u bu dedingiz. Nima uchun ishonib siz bilan oldingizda olib yuribsiz? Qayerdan bilyapsiz bularni oldimda olib yurganligimni va bularni gapiga ishonganligimni? Hozirgi o'zingiz gapingizdan mana menga Sherzod aytdi dedingiz, primoy efirda ham mana hammani saqlanib qolgan bo'lsa kerak. Oldingizda olib yuribsiz, polni ko'ramizku, primoy efirda mashinada o'tiribsiz, orqada u yuzini bekitdi, bir yana yuzini ochdi. Shu narsadan kelib chiqib savol beraman. Melisaxonaga birga boramizmi yo mashinasi bo'lsa men mashinamda ketsam maylimi yo u avtobusda ketib, meni mashinamda to'rtta joy turib, men o'zim ketishim kerakmi? Demak, politsiyaga olib borishni oldingizda olib yuribsiz. Mashinada borsak nima o'zgaradi? Hozir voqeaga nima aloqasi bor hozir buning? Yo'q, bu voqea emas. Siz nima uchun ularni olib yuribsiz? Demak, politsiyaga olib borib yurishsin-da. To'g'ri. Ha, qarang, eshiting. Nima? Ana endi savolingiz to'g'ri bo'ldi. Eshiting. To'xtab turing. Savoli endi topdi, qarang. Siz bunday savol bering. Nima uchun? Qanaqa savol bering? Ularni oldingizda olib yuribsiz. Nimaga? Sizga nima xullas, ana u gap nima? Sizga nima foyda? Xullas. Men ham shunaqa deyapman-ku. Ha, endi shunaqa savol bering. Sizga nima foyda? Hop, tushunarli. Nima uchun ularni olib yuribsiz? Men buni primoy efirda ham aytdim, aka. Primoy efirimni ko'ring. O'sha videolarda ham aytganman. Men bu ikkalasi o'zini osmoqchi bo'ldi-da. Hali bular qotilmas. Bu ikkalasi. Sherzod bilan mana u. Oting nima edi? Sirojiddin. Sirojiddin bular o'zini osmoqchi bo'lishdimi? Ha, o'zini osmoqchi bo'lishdi. Ostdan o'zini osmoqchimi? Telefon qilib aytdi-da, men qayerdan telefon qilib aytsa, men osmoqchi bo'ldi deyapman-da. Endi men ishondingiz. Siz rosa anaqa berar ekansiz savolda. Ishondingizmi? Qanaqa? Vangamidimi? Aka ham bular gapini aytyapti. Qiziq-da. Yo'q, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Prosta ishondingizmi deyapman-da, o'zini osaman degan. Men prosta hayron qolman. Men ishonmasligini nima qilaman? Ishonmasam, u o'zini osib qo'ysa, xo'p, ishonsam, u o'zini osmasa. Menga telefon bo'ldi bir kun. Mana u beparasat telefon qilyapti, Siroj moting nima edi? Beparasat. Bunday asabim buzilyapti kech kelganiga. Siroj aytyapti, asabingizni buzmang. Aytyapti aka. O'zim osyapman aka deydi. Nima qilay dedim. Osvort kerak bo'lsa, menga nima qizig'i bu? Asabda turibman endi. Keyin nima uchun o'zingni osyapsan desam, aka, ana qizni ayasi bizni rasmlarimizni, pasportimizni qo'ydi dedingmi? Ha, pasportimizni istoriyaga qo'yib qo'yibdi. Men uylanadigan odamman. Ertaga mahallamizda nima degan odam bo'laman deb o'zini men hozir osmoqchiman o'zimni deb telefon qildi menga. Sirojiddin. Men mo'yam aytdi, aka o'zim bir narsa qilib yuboraymi ekan dedi. Keyin aytdim, Sherzod, keyin aytdimki, sen ikkalangdan dedim, o'lsang ham, qolsang ham menga qiziq joy yo'q dedim. Lekin dedim, senlar hozir o'lsang, davlat senlar ikkalangga 7,5 million vondan 15 million transport xarajati uchun bitta marhumni jo'nash uchun byudjetdan pul ajratiladi-da bu narsaga. To'g'ri. Endi men aytdimki, baribir ikkalangdan menga ish bo'lasan. Shuning uchun seni hali u yoqda 25 yildan beri boqib yurgan ota-onang bor. Necha kirding? 25 yildan beri boqib yurgan ota-onang bor. Hali uylanmagan bolasan. Bitta qizni agar rostdan ham urib, ikkalang tepib, osib qo'ygan bo'lsang, qonun tomonlama javobingni berasan. Lekin bitta senlarga qanaqadir tuhmatlar, bunaqalar bo'layotgan bo'lsa, sabr qil. Sabr qil. Sen o'zingni o'sha Nozimaga tan jarohati yetkazib, osmaganligiga o'zing ishonasanmi dedim. Aka, o'zimga ishonaman dedi. Bo'lmasa sabr qil dedim. Nimaga? Chunki men aytdimki o'sha paytda, aytdimmi shunadi? Men aytdimki musulmonmiz hammamiz dedim. Inson bolasi xatokor, sanlarda mununda dedim, Sherzodda ayb bor, sen dedim yordam beribsan dedim, o'zing gaping bo'yicha.
Senlar agar aybing yo'q bo'lsa, xotirjam bo'l dedim. Mhm. Qonun bor, Tushunarli. davlat bor. O'sha Nozima ham, marhuma ham O'zbekiston davlatining fuqarosi bo'lsa, mo ikkalasi ham O'zbekiston davlatining fuqarosida, bular boshqa yurtdan kelgan bolalar emas. Men nimani o'yladim? Hali ish aniq bo'lib, politsiya bitta hukmni ta'q etib, uni ikkalasi qotil deb chiqarib bermagunicha, sen ikkalang gumonlanuvchi bo'lasan. Senlarda hech kim To'g'ri. psixologik bosim o'tkazib, mana xalqni ichiga chiqib olib, mana bunaqa blogerlarni mana bunaqa bo'pti, buni qotil ekan, buni qotil bas ekan deb turib, hali sudni yo prokurorni ishini qilishga haqqi yo'q-da. To'g'ri. Demak, Endi- sizni javobingizni biz qabul qildik. Ya'ni Men siz nimaga bunaqa dedim? Bu ikkalasi o'zini osmoqchi bo'ldi. Keyin men aytdimki, osma, ikkaling ham osma, hali aniq bo'lsin. Men senlarni o'zim O'zbekistonga yoki Koreyadagi politsiyaning hukmiga o'zim olib borib beraman dedim. rahmat. Men To'g'rinda bularda agar aybi bo'lsa, davlat tomonidan qonun tomonlama necha yilga qamalib ketsa ham menga qizig'i yo'q. Faqat qonun hal qilsin, politsiya hal qilsin bu albatta. narsani. Albatta. Shu o'rinda gaplaringizdan, bu javobingizdan kelib chiqqan yana bir savol tug'iladi. Nima deb o'ylaysiz? Mana bular nima uchun aynan bu ikkita yigit mana o'zini osaman debdi? Ya'ni ijtimoiy tarmoqda aylanib olganligi uchun, to'g'rimi? Nima uchun bu politsiyaga emas, sizga telefon qilyapti? Aka qatib qoldingiz. Endi yaxshi eshitilyaptimi? Ha, endi yaxshi. Ha. Nima uchun? Mana bu bolalar o'zini o'zi osaman deyotgan ekan. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga mani aylantirishyapti, yuzimni ko'rishdi, men o'zim osaman deb. Nima uchun politsiyaga emas, sizga telefon qilishyapti bu bolalar? Chunki savolingiz javobini oxirgi postda bitta bola aytib o'tib ketdi. Men hozir qo'ydim. Men 10 yildan beri Koreyada yuraman-da aka. 10 yildan beri. Hamma problemasini menga aytadi. Hamma. Otini kasal bo'lsa ham, bolasi kasal bo'lsa ham, qo'poq qilayotganda tapchkasini bir poyin topolmasa ham menga telefon qiladi. Telefon qilaman, men batta birovni akasiman, birovni o'g'liman, birovni jigariman. Har qanaqa temada, bitta bunaqa tema emas. Har qanaqa temada, maslahatmi, bir qarz-parz berib turishmi, любой temada men jonimni berib musofirlarga yordam berganim uchun bular politsiyaga emas, o'zim osmoqchiman aka nima qilay deb meni yaqin olganligidan menga telefon qilgan. Menimcha, to'g'rimi? Rahmat. Shunaqami? To'g'ri deyishyaptimi? O'zidan so'rang, to'g'rimi mana? Rahmat. Xo'p, javoblaringizni hammasini qabul qildik. Bor yo'g'i 3 dona, 2 dona savol qolibdi. Uzr, adashdim ekan. 2-3 ekan. Xo'p, sizga xalq tomonidan mana hozir ham siz mana bu yoqda sizdan bizdan 35 mingga yaqin inson kuzatib o'tiribdi va bundan tashqari million prosmotrlarga egasiz. Shu qatorda bizlarning ham prosmotrlarimizni ko'rishyapti insonlar. Aynan bu mavzu bo'yicha. Sizga ijtimoiy tarmoqlarda menga tuhmat bo'lyapti deyapsiz. Bundan tashqari ko'pchilik sizni obunachilaringiz tomonidan, sizni adushu kuzatadigan muxlislaringiz tomonidan Avazjonga tuhmat bo'lyapti deyishyapti. Shu qatorda siz o'zingizdan nima deb o'ylaysiz? Sizga qanaqa tuhmat bo'lyapti? Go'yoki men bularni berkityapman ekan. Meni postimni ko'rib chiqsangiz, men o'zim birinchi Farida opa borgan. Qotilni topib berishasan deb. O'sha siz aytayotgan Farida opa. Ikkinchi bo'lib Melisaxonaga men borganman. Biz elchixonaga borib 4 soat elchixonada ham gaplashdik, bu muhokama qilib. Elchini o'sha elchixonadagi xodimlar bilan birgalikda kelib, o'sha Koreya politsiyalarini oyoqqa turgizib, biz bu narsani birinchi bo'lib ko'targanmiz. Buni siz dalil usiz, to'g'rimi? To'g'ri. Dalil usiz. Mana sizga dalil bilan ko'rsatay, siz dalil usizda, mana qarang. Xo'p, rahmat. Mana aka. Sizga ko'rinadimi, ko'rinmaydimi bilmadim, lekin hozir mana harakat qilib ko'ramiz. Mana. Xohlasangiz screenshot qilib oling aka. Men o'ylaymanki, bizlar hozir kuzatayotgan obunachilar ko'p o'zi anaqa qilishyapti. Mana Nozimani pasporti, Ha, bu bor menda. Ha, pasport. Endi qarang, bu tepadagi endi hali birovni shaxsiy ma'lumotini qo'ymaylik, uzoqroq qiling, qarang. U xavotir olmang, unaqacha ko'rinmayapti. Hech kim javobgarligi tortmaydi bu bo'yicha. Mana qarang, uni o'qib oling aka. Teskari ko'rinyapti, bunaqasi ko'rinyapti, unaqa o'qish uchun. Tak. O'zingiz o'qib berroq oling, men sizga ishonaman-ku. O'qib beraman, eshiting. Aha. Bu elchixonadagi
elchixona, bizni Koreyadagi O'zbekiston elchixonasini aynan shunaqa muammolar, fuqarolar bilan ishlash bo'yicha mas'ul shaxsni telefon raqami, ya'ni Telegramiga men xabar jo'natganman. Tushunarli. Xabarda mazmuni manaqa, eshiting. Men birinchi bo'lib qotilni topishda elchixonadan men so'raganman. Mana dalil isboti, sanasini ko'rib qo'ying mana. 10-mart. 10-mart. Eshiting. Pasportlarini tashlaganman, mana. Pasportlarim birinchi telefonda gaplashganman, mana. 3 daqiqa gaplashibman. Undan keyin bu o'sha bola deb turib, mana Sherzod, ya'ni o'sha gumonlanuvchini pasportini tashlaganmanda, marhumani pasportini, ID kartasini tashlaganmanda, bu o'lgan qiz deb yozganman. Elchixonaga xabar beryapman men. Undan keyin mana audio zapisda eshiting. Hozir politsiya mana shu qizning o'lganligini tekshiryapti. Endi gumondor mana bu bola deb o'ylayapman men. Politsiya icha be'tiborlik qilyapti meni fikrimcha. O'shanga politsiyaga telefon qilib, biz elchixonadanmiz, biz fuqaroyimiz. O'lim sababini to'shni topib ber. Agar o'sha bola o'ldirgan bo'lsa, o'sha bolani aniqlab ber yoki o'zini o'zi osgan bo'lsa, o'zini aniq qilib ber bizga deb aytib bersangiz zo'r bo'lardi elchixona tomonidan. Shunaqa bir so'rov bo'lsa yaxshi bo'lardi. Men gaplashdim, boladan shubhalanyapman-da, bola umuman gaplari to'g'ri kelmayapti-da bir-biriga. Hamma aybni o'lgan odamga to'nkab qo'yapti. Mana shu odam oxirigacha eshiting. O'sha marhumning ayoli, mana nomerda egasi. Mana shu karasiga davernis berish kerak bo'lyapti. Men hozir kasalxonaga, ya'ni marhumning pulini to'layman desam, hali yo'q o'radi. Ha, bu boshqa marhumga o'tib ketdik endi. Chunki men elchixona bilan aloqadaman-da aka. Shuning uchun boshqa ishga o'tib ketdik, ovoz o'tib ketdi. Qarang. Bu yerda men aytayapmanki, izoh beraman. Marhuma o'lgandan keyin men elchixonaga xabar beryapman. Kelyapman, hamma yoqni ko'ryapman. Sirazi bundan gumon qilyapman. Mana boladan. Gumon qilyapman-da, elchixonaga telefon qilib, elchixonadagilar, mana boladan gumonim bor. Iltimos sizlardan. Men politsiyaga borib aytsam, men marhumani hech kim emasman. Mani o'rnimga elchixona telefon qilsin-da, fuqaroyimizni kim o'ldirgan yoki o'zini o'zi o'ldirganligi haqida normalniy surishtiruv ishlarini olib borib, elchixonaga bu haqda xabar beringlar va buni biz Kun.uz, Qalampir.uz degan saytlarga chiqarib, rasmiy ravishda e'lon qilamiz deb elchixona harakat qilsin deb elchixonaga men birinchi bo'lib men chiqqanman. Bu endi bu javobdan keyin bu shunaqangi katta dalilki, bu javobdan keyin men Sherzodni aybini yashiryapti degan narsalarni hammasini yo'qqa chiqaradi. Tushunarli. Xo'p. Aqli bor odam tushunib oldi hozir. To'g'ri. Xo'p, endi mana bu konsulligi xodim, to'g'rimi? Konsullik odami, elchixonaning odami. Demak, elchixonaning odami ham mana hozir o'z audiolarni qo'yib berdingiz. Gumoni Sherzoddan bo'lyapti, bu insonni ham. Noto'g'ri gapiryapsiz. Nega? O'zi eshitdiringiz-ku hozirgi. Men shu Mani odamni gumonim deyapman. Mani gumonim. Yo, bu men Gols'da eshitdik-ku, Gols ham shunaqa deyapti-ku, elchixona deya olaman. Yo, men elchixonaga aytganman buni. Ha, bu sizni ovozingizni aytdi. Men u elchixona aytibdi deb tushunimman. Bo'ldi, men endi sizni tushunaman. Men izohamga to'xtab turing endi, to'xtang. Siz tushunmaysiz. Yo, tushundim. Men ovozini bilan pastayanli aloqadaman kechasi 24 soat. Vakolatxona bilan. Har bitta O'zbekiston fuqarosi boshi og'risa ham, orqasi og'risa ham, tug'ib qo'ysa ham, o'lib qolsa ham, har bitta narsani xabarini beraman men. Bunaqa holat davlat tomonidan bunga qanaqa yordam bera olamiz? Tushundim. Endi men bu yerda aytayapmanki, hurmatli elchixonadagi mas'ul xodim bizga To'sin degan shaharda bitta qiz o'zini osib qo'ygan. O'sha yerda men qotil bitta bola deb o'ylayapman. O'sha bola agar qotil bo'lsa, qotilligini topib ber. Agar qotil bo'lmasa, qotil emas deb topib ber. Buning uchun men politsiyaga borsam, menda hech qanaqa davernis yo'q. Meni gapim o'tmayapti. Chunki marhumaga hech kim emasman. Shuning uchun politsiyaga borsa o'tmaydimi aksariyada? Marhumaga men hech kim emasman aka. Yo'q, misol mana ko'chada ko'rib qolsangiz, hech kim bo'lishi shart emas, kimdir bo'lishi. Deb o'yingni ko'rib qoldingiz, telefon qilib politsiyaga mana bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi deb aytsangiz. Bu yerda holat boshqacha. Bu yerda holat boshqacha. Men qarang,
begona odam borib olib qotilni topib ber deyolmayman-ku, to'g'rimi? Politsiyaga borib olib. Sen Yo'q. kimsan deydi. Men senga nima отчетini berishim kerak? Yo'qol deydi. Endi qarang. Demaydi. Siz Koreyaga kelgan. Dalil bor-ku. Dalil bor. Qo'lingizda Nozimani tan jarohatlari bo'yicha bor. Mana bu bola sizga yetib turibdi. Mana bu Tan jarohatlari yaqinda chiqdi-ku, nima deyapsiz? 10-chi Yo'q, mayli. Xo'p, tan jarohatini yo'qotaylik, bo'pti. O'shanga yopishdingiz. Tan jarohatini yo'qotaylik. Siz ana bolani xonasiga kirganingizda bardakni ko'rdingiz, bola o'zi aytibdi. Biz men urushdim bu bola bilan, janjallashdim deb o'zingiz ham ko'ryapsiz. Nima uchun mana shu dalillarni olib borib turib militsiyaga aytsa o'zi anaqa qiladi-ku, qabul qiladi-ku, kimdiringiz bo'lish shart emas-ku degan ma'noda aytayapman. Men aytdim shu narsani aka. Men aytganman buni. Hozir ham aytdim, o'sha kuni ham aytganman. Militsiyaga hamma xabar berilgan. Xo'p. Demak, savoldan biz uzoqlashib ketib qoldik. Sizga qanaqa tuhmat bo'ldi xalq tomonidan? Nima deysiz? Ya'ni sizga xalq tomonidan go'yoki bu Sherzodov, ya'ni qotillarni deylik, qotillarni bekityapti degan gumon ketdi sizga. To'g'rimi? Shu narsa siz tuhmatni qabul qildingiz bu narsani. To'g'ri aytman. Rahmat kattakon. Nima uchun bunaqa bo'ldi deb o'ylaysiz? O'zingiz o'ylang, mana siz hozir gaplaringizdan siz himoya qilayotgan ekansiz. Ya'ni qonunlarni nazorat qilyapman-da. Mana topshiribsiz, mana postoldagi o'qisiz, lekin nima uchun xalq sizni bularni oldini olyapti deb o'yladi? O'ylayapti. Ha, eshiting. Biz choy ichib olay, og'zim qurib qoldi. İçib oling, keling mana ichaman. Mana shuncha o'zbek sizni ko'rib o'tiribdi aka. Hammaga assalomu alaykum. Hamma shartda. Nari kabinalarda ham odam bor. Xo'p. Nima uchun odamlar Sherzodni yonini olyapti deb o'ylayapti degan mazmundagi savol berdi, to'g'rimi? Sherzodni, ya'ni bekityapti, go'yoki bekityapti degan shunaqa. Nima uchun bunaqa deb o'ylashyapti? Nima deb o'ylaysiz? Ha. Yo'q, xalq degan savol to'g'ri bering. Xalq unaqa deb o'ylamayapti. Xalq mana nima obunachilar, ijtimoiy tarmoq faollari deylik, to'g'ri bo'ladi. Ijtimoiy tarmoq ba'zilari deb gapiring-da, shuni to'g'ri bo'ladi. Ba'zilari. Hammasi demayapman, albatta. Endi misol 36 million odam ko'rmayapti bizdan yoki 40. Buni men savol, chunki savol noto'g'ri bo'lsa, o'sha odamlar fikriga chaqirib ketib qoladi-da, chunki o'zini shaxsiy fikri odamlar ham ko'p-da. Mana obunachilarning orasida to'g'ri bo'lishi mumkin, to'g'ri. Endi sizda bo'lsa, bizda balkim bordir, shunaqa aqli yetmaydiganlar bordir. Endi men shuni aytmoqchimanki, nima uchun Sherzodni yonini olyapti deb o'ylayotganlar uchun men bu gapni primoy efirda ham, primoy efir qilib ham aytganman. O'sha uyiga borganimda ham aytganman. Hozir ham aytyapman, elchixona bilan bo'lganimda ham aytyapman, vakolatxona bilan yolg'iz ko'rishganimda ham aytyapman, Koreyani militsiyasi bilan ko'rishganimda aytyapman, o'zim bilan o'zim uyda qolganda ham aytyapmanki, mana shu ikkalasini aybi bo'lsa qamalib ketsin. Bu ochiq gap. Siz bitta, ikkita yoki balkim 5 ta odamni gapirib menga savol qilib beryapsiz. Chunki aqli bor odam, qulog'i bor odam, ko'zi bor odam, mana videolarimni ko'rgan odam bunaqa savol bermaydi. Chunki har bitta videoyimda men adolat bilan turibman. Agar Nozimaga nisbatan mana shular noto'g'ri harakat qilgan bo'lsa, davlat tomonidan O'zbekiston qonunlari bilan ham, Koreya qonunlari bilan ham jazosini olsin deb shu kecha kunduzda marhuma vafot etgan kundan boshlab hozirgacha eng ko'p harakat qilayotgan men, Farida opa, uchinchisi mana Setora opa bo'ladi. Biz harakat qilyapmiz. Qolganlar faqat internetda shov-shuv qilyapti xolos. Ishonmasangiz Koreyaga keling, biz sizga biletingizni men o'zim shaxsan olib beraman sizga. Keling Koreyaga. Xudo xolisa men o'zim Koreyaga boraman, o'zim Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarosiman. Barcha dunyoda mamlakatlarga chiqishga qila olaman. Xudo xolisa men bu yoqda endi bu vaziyat kutilmaganda bo'lib qolganligi uchun meni ham bu yoqda ishlarim bor, albatta. Maksimal darajada harakat qilaman. Siz birga qidiramiz aka, meni yorimga sherik bo'lasiz. Men o'zi qilib yuribman bu ishni. Oxiriga yetaman, siz ham yetaman. Xudo xolisa. Unaqa qidirish shart emas. Bizning gumonimiz bo'yicha u siz oldingizda o'tiribdi. Demak, Hop, video qarangda, nima uchun mana hozir xalq sizga bunaqangi ayrimlari bunaqa gumonda bo'layotganligi uchun. Shu qatorda mana boshqa blogerlar ham, balki boshqa jurnalistlar ham nima uchun unaqa o'ylayotganini men sizga hozir tushuntirib beraman.
qarang. Siz uyga kiryapsiz, mana to'g'rimi? Birinchi marta kiryapsiz. Bu videoni siz bilmaysiz. Nechinchi etajda deyapti? Nima bo'ldi deyapsiz? Tepaga qarab chiqib ketyapsiz, to'g'rimi? Bu lift ekan deyapsiz. Har bitta millisekundlargacha e'tibor berib qaradik. Kiryapsiz, siz go'yoki u yoqqa birinchi marta kiryapsiz. Yoki rostdan birinchi marta kirgansiz. Shunday ko'rasiz. Videodan ko'ryapmizki, siz birinchi marta bu yoqqa kiryapsiz. Kiryapsiz, bu yoqda bardak bo'lyapti. Nima bo'ldi bu yerda deyishdingmi? To'polon-ku bu yoqda deysiz. Tam oldi bu. To'polon bo'ldi dedi. Lekin siz shu narsani qabul qilmasdan bu narsani, to'polon bo'lgan bo'lsa, sizda ikkilanish degan narsa bo'lmasdan, siz qarang nima ish qildingiz u videoda. Siz kelib nimagadir erta iloji boricha Nozimani qoralashga harakat qildingiz. O'zidan aroqlarni ushladingiz. Bu ichgan ekan aroq. Men bilaman, bu yoqqa deyapsiz. Aniqda ikkita aroq turibdi. Bu nima ekan desa, ani bola ham aytayaptiki, Nozima aroq ichgan ekan degan gapni aytib bering. Hoshino gapimni tugatib oling. Bu ani anaqa u ichganda deyapti. Endi go'yoki Nozim ichganda edi ko'rsatyapti. Va men sigaret chetse, bu uni gapi, meni gapim emas-da, savol to'g'ri. Uni gapi deyapman mana. Buni ham gapi deyapman. Siz so'rayapsiz-da, mana nima kim ichib o'tiribdi deb aytayapsiz-da. Ikkita aroq turibdi, buni u ichdi deyapti. Nozimada Sherzod aytayapti buni. Yo'q deyapsiz. Keyin yana kelyapsiz-da, yana bitta sigaret turibdi yoqda, to'g'rimi? Sigaretni ko'ryapsiz-da, bu ichsa, u chakardi deyapti. Icharmidi? Bu yoqda Ramazon, bu yoqda archa bayram ekan deyapsiz, to'g'rimi? Endi aylanib yana kelyapsiz-da, pastda polda yotgan yana bitta sigaret pochkasiga ko'zi tushyapti. Uni ham ko'rib, bu ichsa, endi u chakardi, bu yoq sigaret ekan. Afsuski hamma narsa bu yerda Nozimaga qarshi bo'lyapti-da. Endi qarang, yana bitta narsa-da. Siz o'zi bu xonadonga undan oldin, ya'ni mana shu video qilishingizdan 1 soat oldin bo'lsa ham kirganmisiz? Yo'q. Kirmagan bo'lsangiz, savol tug'iladi. Nima uchun siz xonaga kirganingizdan keyin aylanib hamma narsani ko'rdingiz-da, aynan rakvinani oldiga, ya'ni oshxona rakvinani oldiga kelib, sabzi taxtalarni, idish-tovoqlarni ichidan olib, yana bitta butilkani olib, "Men bu nima deyapsiz?" Buni qarangki, bu ham afsuski Nozimaga qarshi bo'lib chiqdi. Ya'ni u uksiz ekan. Go'yoki Sherzodning gapi bo'yicha uksiz, u uni ichmoqchi bo'libdiki, uni keyin qutqarib qolibdi. Go'yoki u qahramon. Bu yerdagi narsa ham hammasi bu videoyingiz Nozimaga qarshi bo'lib qoldi. Akasi videoni boshqatdan ko'rib chiqing, keyin prямой efir qilamiz akasi bilan. Yo'q, ko'rib chiqdim men. Sizni bu yerdagi bu videolaringiz hammasi Nozimaga qarshi qaratilgan dalillarni yig'gansiz. Aroqni ko'rsatyapsiz go'yoki, lekin men boshi siz bilan gaplashganimizda, bu prямой efir boshlamas, eng boshida gaplashganimizda, yo'q, men o'z ko'zim bilan ko'rmaganman uni ichganini deyapsiz. Lekin ko'rsatdim, mana bu aroqni orqasidan deyapsiz. Antiyan sigaretlarni ko'rsatyapsiz. Uksiz go'yoki anu aytayapti, Sherzod aytayaptiki, ichmoqchi bo'lib, men uni qutqarib qoldim. Bu videolaringizdan mana odamlar nima tushunyapti? To'xta, oldida meni janjallashgan ayol kishi bilan urishdim deyotgan odam turibdi. Nimaga bu odam buni so'roq qilmasdan, mana kirdingiz-ku, xuddi bir detektivchi yoki nima deydi, tergovchiday bir kirib bordingiz-da. Nima uchun buni tergov qilmayapti-da? Nima uchun Nozimani aybini qidirishni boshladi bu odam? Mana nima uchun ayrim insonlar, juda ham ko'pchilik, aksariyat insonlar nima uchun mana sizga shubha ketdi. Men sizga mana narsani tushuntirib beraman. Menda xuddi shu shubha ketyapti. Yana bundan tashqari siz buni oldi olib yuribsiz. Aka, savolingizni qisqa qiling. Tushunmayapman, hozir kallang gangib tashladingiz aka. Yo'q, men sizga savol beryapman, men sizga tushuntirib beryapman. Savol emas, menga konkret savol bering aka menga. Nima uchun buni qildingiz? Sizni videolaringiz Nozima marhumaga qarshi dalil yig'gandek bo'lgan. Savolim, Nozimani nega Nozimani onasi jinoyat alomatlarini ko'rib bu ishni tegiga yetmoqchi bo'lyapti-yu, sizni nimaga jahlingiz chiqib ketyapti? Nima uchun g'azablashyapsiz? Siz to'g'ri yordam qildingiz, gap so'z bo'lishi mumkin emas, lekin nimaga bechora ona uni Toshkentga borganda ko'ryapti buni tan jarohatlarida, buni tegiga yetaman siz jon jahdingiz bilan qarshilik ko'rsatyapsiz. Lekin hozir emas, lekin nimaga shu asabiylashyapsiz? Aka, siz videolarimni ko'rib chiqing. Men videolarimda men aka, videolarimda ham aytganman, Nozimani onasi jo'natib yuboringlar, tezroq qo'yaylik degan birinchi.